Rus tilini oson va qiziqarli o'rganamiz. Siz kundalik hayotda ishlatiladigan eng muhim ruscha gaplarni bilishni istaysizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Bugungi darsimizda dam olishi qanday o'tganligi haqida suhbatlashamiz. Как прошли выходные? Dam olish kunlaring qanday o'tdi? Отлично, я хорошо отдохнул. Ajoyib, yaxshi dam oldim. O'g'il bolalar отдохнул deydi, qizlar esa отдохнула. Выходные прошли спокойно. Dam olish kunlari tinch o'tdi. Я провел время с семьей. Oilam bilan vaqt o'tkazdim. O'g'illar провел deydi, qizlar esa провела. Я встретился с друзьями. Do'stlarim bilan uchrashdim. O'g'il bolalar встретился, qizlar esa встретилась. Я много спал. Men ko'p uxladim. O'g'il bolalar spal deydi, qizlar esa spala. Я читал книгу. Men kitob o'qidim. O'g'il bolalar chital deydi, qizlar esa chitala. Videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lishni unutmang.